Assalomu alaykum, hoji ota, yaxshimisiz? Salom, yaxshimisiz? Hoji ota, qayerdan kelgandingiz? Biz Samarqand viloyati Ishtixon tumanidan kelganmiz. Har yiliga 2 marta kelib shu yerda dam olib ketamiz. Xizmatlari juda yaxshi. Ovqatlari ham yaxshi. Xafa bo'ladigan emas. Nima shikoyat bilan keluvdingiz ota? Tiz og'riydi, bel og'riydi, bo'g'inlarda og'riq bor. Yaxshi vannalarga tushdik. Masajlar yo'q, foydasini sezyapmiz. Mineral suv bilan ichib to'xtovsiz. Lichenalar yoqdimi? Lichenalar yaxshi, juda yaxshi. Vaqtida qiladi. Kerak bo'lsa aytib ketadi. Qachon, qaysiga, vannaga, masajga deb o'zlari chaqirib ketishadi. Kutib o'tirimiz, o'chirt yo'q. Rahmat ota, sog' bo'ling, yana keling. Rahmat sizlarga ham. Juda katta rahmat. Salomat bo'lingizlar.